oq libosli farishta, abadiy bo'lsin bir umr yuragingdagi rishta. Tabassuming betakrordir chiroying, shodi xuramlikda o'tsin hayotdagi har oning, hayotdagi har oning. To'ying bugun, eng quvonchli kun bugun, kelinchak orzularing ushalgan go'zal kun bugun. To'ying bugun, eng quvonchli kun bugun, kelinchak orzularing ushalgan go'zal kun bugun. Samolarda kezarsan, misoli oqga bo'tar, sevganing mehr bilan nomingga kuylarin bitar. Vafoli bir yor bo'lgin, ko'ngilda bahor bo'lgin, tarovatingla burkab qalbidagi gul bo'lgin, qalbidagi gul bo'lgin. To'ying bugun, eng quvonchli kun bugun, kelinchak orzularing ushalgan go'zal kun bugun. To'ying bugun, eng quvonchli kun bugun, kelinchak orzularing ushalgan go'zal kun bugun. Otang turar bir chekkada, duo qilib qalbi quyosh. Onang turar bir chekkada, baxting tilab ko'zida yosh. Ota onang duolari doim qo'llab yursin seni. To'ying bugun, eng quvonchli kun bugun, kelinchak orzularing ushalgan go'zal kun bugun. To'ying bugun, eng quvonchli kun bugun, kelinchak orzularing ushalgan go'zal kun bugun.
Tuyamızın barına da baklı olsun aslında. Oğlunuz köp olsun. Baklı ağlarına yengen çağın baklı koyun gösterdim. Koyun sağ olun geçiren nasip olsa. Evet, sağ olun. Hürmetli kenarlarınızı sağlayın. Neye söylerim? Selamünaleyküm. İçinizden yapışmalar. Selamünaleyküm diyeceksiniz. Yokluluk olur. Biaka. Böyle başlıyor. Buraya vermeyin.
Yol düzlük olmalı, beni uğrattırayım.
Hey, şu yakı bana.
koyuyorlar. Falan. Sağlıkların Assalomu alaykum. Aytamiz efendim. Assalom azizlar, gul yuzi nozlar, g'am g'ussa yurak shodlik e'zozlar, ko'ngillar bezagi, dardlar darmoni, assalom mehrlar, chalgan sho'x sozlar. Salomimni yo'llayman sizga azizlar, qalbim to'la go'zallikdan, shodlikdan, aziz elim, ona yurtim, do'stlarim, salom sizga, baxt to'la tuganlikdan, Allohimdan qudrat bo'lib yaralgan. Kelgan yashil bahor, yozdir bu yoshlar, salomim qabul et, ey kelin kuyov. Qalbimdagi qo'shiq sozdir bu yoshlar, hayotga bezak bergan kelin kuyovlar. Siz bilan keladi sevgi, muhabbat, qo'shiqlar, devonlar, ajoyib sozlar, vasfingizga yetmas kelin kuyovlar. Assalomu alaykum uzoqda yaqindan kelgan aziz va hurmatli mehmonlar. Assalomu alaykum farzandlar uchun to'y berayotgan aziz mezbonlar. Assalomu alaykum bugungi go'zal oqshomning asoschilari, sababchilari bo'lgan, davramizga o'zingga ko'z qo'ygandek yarashib turgan Baxtiguljon, Arslonjon. Aziz do'stlar, hurmatli mehmonlar, bugun Musurovlar xonadonida Bahramjon bilan Gulbodomjonning uylarida katta shodlik, tantana, eng shodiyona yaxshi kunlarning bittasi. Chunki bugun bu xonadon farzandlari Baxtigulni hayot yo'liga, turmush yo'liga, baxt yo'liga yo'llab, elga dasturxon yozib, farzandlarning kelajagi baxti uchun o'ziga yaqin bo'lgan insonlar bilan shodligini poylash uchun to'y bermoqdalar. Ey aziz yoshlar, sizni bugungi
ajoyib oqshom. Mehr muhabbatga, sevgiga to'liq bo'lgan, qalblar esa bir-biriga urib turgan baxtli kunlaringizni chin qalbimizdan barcha san'atkorlar nomidan hammadan oldin tabriklaymiz. Sizlarga uzoq umr, sog'lik, salomatlik, baxt tilaymiz, baxtdan taxt tilaymiz. Hayot yo'llaringizning ravon, kelajagingiz farovon, o'g'il qizlaringiz ko'p, rizq ro'zingiz mo'l. Hayotda hamisha bir-biringizni juda katta mehr, muhabbat bilan, hurmat, izzat, e'tibor bilan sevib-sevilib yashashingizni tilab, davramizga tog'alari O'rol tog'asini taklif qilib, to'yni ochib berishlarini so'raymiz. Marhamat, O'rol tog'alari, kelingizlar. Sizni kutyapmiz eng go'zal tilaklaringiz bilan va yaxshi niyatlar bilan mana shu to'yni ochib bersin deb davramizga chorlaymiz. Aziz asrimizning aziz chog'lari, aziz odamlardan so'raydi qadrini. Fursat g'animatdir, shohsatir bilan bezamol chog'idir umr daftari. Assalomu alaykum, xush kelibsiz, marhamat. Assalomu alaykum, uzoq va yaqindagi aziz og'ay qarindoshlar. Assalomu alaykum, Qarmoz kolxozining yashovchilari. To'yimizga xush kelibsizlar. Bugungi nikoh kechamizning aziz tavakkallari bo'lmiz. Jiyanim baxti ko'rib, umrlik yo'llarni ortdan kevladim. Nikoh kechalari bor ekan, ularni o'z nomimdan, o'z oilamiz nomidan, Hollywoodda, Parisda yurgan akasi, Turkiyada yurgan bo'lganlar nomidan, Qozog'istonda yurgan alaylar nomidan tabriklayman. Ularga yaratgan Parvardigordan uzoq umr, bersin sog'lik, kelgusi ishlarda omad tilayman. Baxtli bo'lsin. Dünya aslı oyun ekan, tashlab ketar keyin ekan. Anglaganda shu o'rtaga odam bo'lish qiyin ekan. Orqa burdan itgan bilan, sher yo'ldan boqqan bilan, shon shuhratga botgan bilan odam bo'lish qiyin ekan. Guldan gulxan yoqqanlar bor, shon shuhratga botganlar bor. Oltin kumush topganlar bor, odam bo'lish qiyin ekan. Yor ko'nglini olmasdan, omad kelsa kunlar qilgan, to'y tomosha bermasdan odam bo'lish qiyin ekan. Ey dunyoga boy mahliyolar, foyda bermas videolar, yig'inadilar avliyolar, odam bo'lish qiyin ekan. Uchun aziz otasi borlar, onasi borlar, qadriga yetingizlar, mehr-oqibat tug'ishmasin. Yoshlar bag'isini qo'sha qilsin. Sizlardan guldirat qartaqlari ostida bugungi nikoh kechamizni tantanali asda ochiq deb e'lon qilamiz. Hammalaringizga yoqimli ishlar tilayman. Sog'lik bilan salomat bo'linglar. Yashang, ilohiy aytganlaringiz kelsin. Azizlar, biz mana shunday bir ajoyib tilaklar aytdilar tog'alari. Odam bo'lish qiyin ekan deb, haqiqatan ham. Mana shu oila shunday bir odam bo'lish qiyin ekan degan so'zning navbatidagi kelajakdagi yaxshi tomonidagi bo'lgan eng ajoyib odam mana shunday bo'lish kerak ekan degan oila bo'lishini tilab qolamiz va to'ylarni ochiq deb e'lon qilamiz. Qarsaklar bilan lutfan. To'ylaringiz qutlug' muborak bo'lsin azizlar. Baxtli bo'ling, umringiz uzoq, joningiz sog' bo'lsin. Marhamat, sizlarni siz uchun bezatilgan to'y dasturxoni atrofida o'tirishga taklif qilamiz. Aziz do'stlar, mehmonjonlar, og'a ini, qavmi qarindosh, do'st, yori, birodarlar, xush kelibsizlar. Qadamlaringizga hasanot. Mana shu 2 yoshning baxtli kunlaridan, baxtli to'ylarida dasturxondagi yozilgan noz-u ne'matlardan yeb-ichib, o'ynab kulib, yaxshi tilaklar, o'yin kulgilar bugungi to'yga hamma o'zining a'lo darajadagi kayfiyatlarni qo'shadilar deb umid qilamiz. Azizlar, bugün biz sizler bilan Oqimolon obostagi eng go'zallarning ham go'zal bo'lgan Bag'at to'y mekanda uchrashib turibmiz. San'atkorlarimiz Jumatjon akamiz, video kamerada Asqarjon akamiz, Zarafshon akalarimiz, aparaturada Merdonjon, Zarbda
Merganjon, mana aziz do'stlar, siz biz hammamiz shu 2 yoshning baxtini tilab kelib o'tirgan odamlarmiz. Keling do'stlar, yuraklaringizda mana shunday bir go'zal oila uchun tilaydigan orzularingiz bo'lsa, bemalol kelib yetkazishingizni so'raymiz. Biz yoshlarga deymiz, bugun yangi hayotga qadamlarni qo'yibsiz. Shunday go'zal oqshomning ko'rki bo'lib turibsiz. Sizlarga baxt tilayman. Qutlug' bo'lsin to'yingiz. Shirin o'g'il qizlarga to'lib yursin uyingiz. To'ylaringiz muborak bo'lsin. Hammaga yaxshi kayfiyat. To'yni boshlab yuboramiz navbat san'atkorlarimizga. Marhamat.
hammalarga rahmat. Azizlar, shu yerda 76-16 mashinaning shofyorini tashqarida kutishyapti. Kesin shofyorimizni qarashyapmiz deyishyapti. 76-16. Azizlar, Baxtigul bilan Aslonning misol oqshomlari baxt to'ylarini davom ettirar ekanmiz. Hammaga yaxshi kayfiyatlar tilaymiz. Kamila Amajonsining nomidan 5 ta chiroyli ro'mollar, 5 ta yoqa, 3 ta yoqa, 3 ta yelpig'ichlar prizga kelib tushdi. To'y egalarining nomidan 15 ta ro'mol, shtapellar, 3 ta 4 ta prizga kelib tushdi yaxshi o'ynaganlar uchun deb. Endi bo'lsa mehmonlar yoz oylari vaqtimiz oz bo'ladi, ko'proq o'ynagimiz keladi. Shuning uchun tezroq davramizga Megachik Arslonligidan kelgan mehmonlar, qadrdonlarning nomidan Ulug'berdi bobolarini taklif qilamiz. Marhamat, Ulug'berdi bobosi keling. Dil so'zlaringiz, tabriklaringiz bilan sizlarni chorlayapmiz. Bir oqshomki zavqi o'zgacha, uning latif sharhi o'zgacha. Baxt kechasi deydilar buni, ahd kechasi deydilar buni. Bu oqshomda jo'shar tuyg'ular qalbga qo'shar tuyg'ular. Mana shunday go'zal tuyg'ular og'ushida o'tirgan kelinlarga omadlar yor bo'lsin. Xush kelibsiz, marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum, uzoqdan va yaqindan kelgan aziz mehmonlar. Mana shu kungi kechamizni sabablari Baxtigulning aramizdan kelgan misol kechasi ekan. Bilan o'zgarlarida ularga bershan sog'liq, jonlilar, baxtli bo'lmish orzu qilaman. Nasib sababli va yoshlar shularga kesak to'yib kerak nasib sababli. To'yimiz yaxshi o'tyapti. Bir ayağımızımızga bağlı yaxshi o'tkazmak va qalasqishlarni tayinlagan hadaflarimiz bor. Shunga boshqalar rahmat. Rahmat, sağ olun. İlahi aytganlaringiz kelsa. Klassdoshlar nomidan bobojonlar, sog'alar, momojonlar, hamma sog'alarga tushunadilar. Gaplaydiganlar, ag'aylar, ertaroq gapiringizlar, hech gapirasizlar. Og'ay qarindoshlar gaplaydiganlar. To'ygalarga sarfalarimiz bor, shunda bo'lalarning nomidan jo'ragi bo'lasi va bo'lalar nomidan sarpolar bor ekan. To'y egalarini o'rtaga taklif qilaylik. Marhamat, sarpolarni topshirib qo'yadilar. Boshingizni baxt egibdi, g'am egmasin. Biringiz kelin, biringiz kuyov, ko'z tegmasin. Yarashibdi bo'yingizga, bo'ylaringiz tutliq bo'lsin. Bugungi baxt to'ylaringiz, aziz yoshlarimiz. Qani to'y egalari, kelingizlar o'rtaga. Marhamat, to'y egalari. Bahramboy, Bodamxon, marhamat, sarpo bo'lalarning nomidan shu yoqqa o'tiringizlar, to'y egalarini taklif qilyapmiz. Kelingizlar. deb qaytish qilyapti. 96-85 mashinaning shofyori ayolsiz. Qutlu bo'lsin. To'ylar muborak bo'lsin, to'ylar muborak bo'lsin azizlar. Bo'lajonlar, bo'layim. Bo'lam kelsa bitta qo'y so'yib mehmon qilayin deb mana bo'lalarni xonadonda shodlik bo'lsin. Endi aziz do'stlar, yana ham go'zal orzu tilaklar bilan davramizga mana shu Musulovlar sulolasiga tegishli bo'lgan hurmatli
bir yaşlı babamız, Musur babamızın ailesinin nabiralari bugün Nigora Gulsevarlar Musurovlar ailesinden tabriklaydi. Qani kelinglar, marhamat qizlar. Assalomu alaykum, hurmatli odamlar. Mana shu Musurovlar mashqasida ağamın uyunda ulu to'y uluda barat. Hamma yoshlar baxtli bo'lin va arslan qo'shchaqaram baxtli bo'lin. Vatanımıza, halkımıza en gerekli bir mashqala ol, en umut bağlı mashqala ol. Durmuşun hemme qiyinchiliklarni ikkingiz bilan el tutishib, yengib kechmangizni arzu etaman. Hamda Musurovlarning ardından sovg'amizni qo'shiramiz. Ağamni meganlajani o'rtaga chaqiramiz. Arslan Baxtigül bağlı olun. Arslan Baxtigül bağlı olun. Türkiye'deki kardeşlerin adından savadımızı başarılarımızı dilerim. Yaşayın. Marhamat. Ailevi savgalar. Toy egeleri iddiamıza orada çıkmışlar. Marhamat. Marhamat kaybedesiz. Marhamat orada çıkamız. Yana var mı sözleydiganlar? Sözleydiganlar var mıysa haber verimizler. Mübarek olsun. Toylar mübarek. Toylar tozdurıp geçinmez olsa. 2 yaşan başta olsun. Ata-analar bana şunda toy verirken ekerler. İlahım farzandlarının baktığını görsünler. Mübarek olsun. Gerekirler. Mübarek olsun. Aziz dostlar, yana sözleydiganlar var mı ağaylardan? Her taraf sözge taklif kılamiz. Umringiz bahordek bo'lsin, hiç yomg'iri bo'lmasin. Yozdek issiq bo'lsin, saratoni bo'lmasin. Kuzdek tiniq bo'lsin da hiç xazoni bo'lmasin. Qishdek oppoq bo'lsin, qahratoni bo'lmasin azizlar. Amma tog'a xolalar hammalari shod bugun. Yurtimizda ko'p bo'lsin shunday go'zal baxtli kun. Ha azizlar, bugun mana shunday bir shodiyona baxtli kunlarda shu 2 yoshning baxti munosabati hamma og'ay qardosh uchrashib turibsizlar. Har doim to'ylarda ko'rishmoq nasib etaversin. So'zlaydiganlar bo'lmasa, biz to'y shodligimizni davom ettiramiz aziz mehmonlar. Marhamat, o'yinga taklif qilamiz. Jo'shib, o'ynab, kulib so'zlaydiganlar bo'lsa, tezroq xabar beringizlar. Prizlarimiz sizlar uchun. Marhamat.